Assalomu alaykum. Mana bugun biz katta yoshli limonlarga shakl berdik buni. Birozgina e'tibor berib kesdik. Mana bunaqa eski nodalar, qari nodalarni qilib olib tashladik. Chunki mana hozir ko'pchilikda limon zoriga boramiz. O'sha mana limonlari qisilib qolib, o'rtada odam yurolmaydigan holatga kelib qolgan bo'ladi-da. Endi bir marta mana shunday chiroyligina udar berib yengil nafas oldirilsa, keyin xudo xolasa bemalol hosil beradi. Aytayinki, shu yil masalan kamroq hosil berishi mumkin. Chunki mana novdalari olib, ochilib, keyingi yildan esa yaxshigina hosil beradi. Chunki mana bu daraxt quyoshga pishadi, mana quyoshga pishmay qolib, mana sarg'ayib ketgan holatlari ham bo'libdi. Shuning uchun mana shunaqa kesish usullari borligini eslatib o'tamiz. Mana katta kundalar olib tashlanganda daraxt shunda ochilganga o'xshaydi. Shu ham 40 kilo, 50 kilo hosil beradi degan umiddamiz.